Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamasdan. Bugun hafta boshi dushanba. Nasib bo'lsa ishni boshladik. Bizlar ham hozir yuk tushirib bo'ldim. Oldingi safar kola ortgandim. Kim ko'rgan bo'lsa kecha mayda 250 grammlik Coca-Cola ortgandim. Hozir shuni tushirib bo'ldi. Endi Germaniyaga qarab yuk olamiz. Hozir shunaqangi bazaga kelganman. Shu har xil mashinalar juda ko'p ekan. Bu yer faqat bazami desam yo'q. Servis ham bor ekan, ustaxona ham, avtotuning, hamma xizmatlari bor ekan. Hozir bu yerda ustaxona bor ekan, u yerda karcher ham bor ekan. Hozir sizlarga Forani karcherini ko'rsataman. Qanaqa katta karcher, Forani qanaqa qilib yuvadi avtomat. Hamma mashinalar top-toza qaranglar. Mana bundan tashqari. DAF ko'proq ekan bu yerda. Shu bazani ishxonasida DAF ko'p bo'lsa kerak-da. Bu yerda katta skalat bor. Nima desam, oziq-ovqat, ichimliklar, sok, energetika shularni saqlaydigan omborxona bor ekan. Hozir shu yerga yuk tushirdim, mashinam postoy. Ustaxona bor. Mana shular ustiga olib kelgan, urilgan, turtilgan furalarni. Eng chiroyli turishga, qancha tuning qilsa chiroyli ko'rinadigan mashin mana shu deb o'ylayman men. Skyline. Dafti ham bezasa chiroyli ko'rinadi-yu. Karcher qilamizmi? Mashinning ahvolini qarang. Mana. Orqasini qarang, pritsip qarang. Hamma toza mashinalar ichida bitta meniki rasvos yotibdi. Mana hozir oldin mordasini ham ko'rsataman. Qanaqa ahvolda. Changi chiqyapti. Mana bu yerda yengil mashinalarda anaqasi bor. Yo'ydigan karsheri bor. Bu tarafda katta mashinalardiki bor. Bonjour. Mana bu yerda foralardiki bor. Mana. Mana bu bittasi yuvib bo'lgan ekan. Ikkinchisi oldinga borib ko'rsatay. Videoni bugun qo'yib yuborishim kerak, o'shaning uchun hozir video olib abitdan keyin qo'yib yuboraman nasib bo'lsa. Mercedes. Mana napori qanchalik kuchli bo'ladi bu yerda. Qo'lda yuvsa ham bo'ladi, mana buni galavani o'zini yuvsa ham bo'ladi, tegashli o'zini. Mana qarang. Mana. Mana tegashli o'zini yuvsa bo'ladi. Hozir Fransiyada mana akalar, mana bu yuvib bo'lgan ekan. Chiqishda iloji yo'qmi, endi bilmadim. Bu ruchni yuvyapti qo'llarni. Bonjour. Bu yerda ko'p mashinalar ref ekan. Ref mashinalar juda ko'p ekan, chunki oziq-ovqatda ref mashinalar tashiydi, bilasizlar. Xolodilnikni qo'shib qo'yadi. Bu yerda ayniqsa ichimliklar. Hozir deyarli xolodilniklar qo'shmaydi ham, kun sovuq o'zi. Bu mashina Lamborghini Urus turibdi. U tepada. Mana shu yerdan tepaga chiqarib qo'ydi. Kim qanaqa joylarga qo'yib qo'yadi? Abzarda bo'lsa, Nexia 3 yoki bir Spark bo'lsa, uyini ichiga tiqib salafanga o'rab qo'yadi. Endi meni o'zim ham salafanga o'rab qo'ydim-da. Mana bu yerda shunaqangi zo'r mashinalarni Mercedes, BMW'larni mana o tepaga chiqarib qo'yibdi. Taklab. Turadi mana shu yerda. Mana shu ishchilardiki, mana ichkarida ishchilardiki. Boshqa qo'yadigan joy ham yo'q. Mana bu yerlarga qo'ysa foraga xalaq beradi. Bo'lmasam shu yerlarga qo'yib taylaverasiz. Hozir bizga yuk bergan, endi yuk ortishga borishimiz kerak. Ketdik. Bismillah. Bu yer Parij shahri akalar. Parij shahrida aeroport yonidan yuk ortamizda Germaniyaga boramiz.
chapga emas, o'ngga emas, chapga ketamiz. Navigatorga adashmaslik kerak edi. Birdan 4 ga, 5 ga bo'linib ketadi. Xo'p, birinchisini toparsiz, navigator aytar. Ikkinchisi srazi keladi-ku, burilish. Yoki mosga chiqib ketishingiz kerak, yoki shaharda ichiga kirib ketishingiz kerak. Buni shu darajada tez anglab olishingiz kerak. Mana tepadagi mosga chiqib ketardik agar o'ngga qarab burilganimizda hozir. Parij markaziga qarab boryapmiz. Mana shu yerda o'ng tarafdagi parkingga to'xtagandim oldingi safar. Mana kichkina parking bor o'ng tarafda. Parijga borib kelishga, Eiffel minorasiga chiqishga mashinani shu yerga qo'ygandim. Va avtobusga, poyezdga minib shahar markazigacha borgandim. Hozir endi shahar markazigacha boraman. Faqat o'zimni furamda boramanda aeroport yonidan yuk ortaman. Shahar markaziga qanday o'tish kerak, fura bilan ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Telefonni joylashtirib qo'yaman. Yaqinlashaveraylik. Hali 15 kilometr bor ekan. Shu yo'ldan to'g'ri boraversak. A1 avtobani va A4 avtobani bor. Biz A86 dan A1 ga o'tib ketishimiz kerak hozir. Parijga mana A4 dan ketadi. O'ng tarafdan biz esa A1 dan ketamiz. Parijga mana kirmasimizdan o'zi probka boshlanyapti. Agar mabodo Parijda sentriga boradigan bo'lsak, 15 kilometrga deyarli 1 soat vaqtimiz ketib qoladi. Mana shu yo'ldan 80-90 yurishimiz kerak-da o'zi. 80-90 ограничение shunday qo'yilgan. Hozir necha ketyapmiz? 17 ketyapman men. 17, 16, 15 shu atrofda. 20 ga chiqadi, 15 ga tushadi. 20 ga chiqadi, 15 ga tushadi. Mayli, kuni bilan mana shuncha probka. Kechasi 12:30 dan keyin 1-2 larda ochilib qoladi. Ozgina u ham. Keyin 50 yursangiz bo'ladi. Bunaqa mashin ko'p. Fransiya, Parijda. Shaharda. Tez yordamma debman men, nima signal chalib kelyapti desam. Hadi do'stim, hadi. Biz shaharda ichiga kirishni boshladik, mana 70 ga tushdi. Agar nechina 70. 70 ga chiqsak ham katta gap. Fevralda yoki martda bahor oyi kun sal isigandan keyin emas, boyagi qor, muzlar erigandan keyin Norvegiya, Shvetsiya, o'zimni liniyamga o'taman. Yozda u liniya yaxshi, salqingina, maza, dengizda yurasiz, paromga minasiz. Ko'llar bor, baliq ovlaysiz. Dam olishga zo'r joylar, tog'li, toza havo, tinchgina. Bu yerga Fransiyaga kelsangiz issiqda, yoz kunida katta issiq. Yomon emas, hammasi Yevropa zo'r. Endi furaga yurganlar, shu sohada ishlab yurganlar biladi. Hamma sohani o'ziga yarasha nima deydi? Hamma yo'nalishini kimga qanday? Menga lekin qishda mana bu tekisgina, qor muz yo'q, mana dekabr oyi. Bugun nechi? 16 mi? Vallahi halam 15 mi? Esimdan tushib qoldi.
16-dekabr bugun. Qor yo'q, muz yo'q. Noyabr oyi qor, muz boshlanadi Norvegiyada. Yo'llar muzlab, qiynalib, botib qolib, zanjir uzilib, sovuqda zanjir taq, 4 ta balonga. Qiyin edi. Norvegiya liniyasi qiyin liniya. Faqat qishda qiyin. Yozda maza qilasiz. Menga shunisi ma'qul. Ko'p qoldi endi. Hamma har xil liniyada ishlaydi. Kimdir Angliya liniyasiga ishlaydi, Angliyaga borib keladi, paronga chiqib. Kimdir faqat konteyner tashiydi, umuman farqi yo'q, qishin yozin yuk bog'lamaydi. Endi sekin o'ng tarafga burilayotganmiz. 486 ga. 5-sezdan burilamiz, shunday o'ngga qarab ketaveramiz. Birdan tornib berasan-ku. Qo'rqitmaydi odamni. O'ng tarafimizda aeroport deydi-yu. Terminal 1, 2, 3. Cargo 1, 2. Shu yerdan o'ngga. Хорошо. Endi qayerga? Yana o'ngga. Videoni montaj ham qilib o'tirmayman, hech narsa qilmayman. Faqat ulayman degan 3 ta 4 ta kadr bo'ldi. Shunday qo'yaveraman hozir. 1 soat ichida qo'yaveraman. Yuklashga yetib kelay. Chunki vaqtim yo'q meni montaj qilishga. Yukni ortishim kerak. Sraz yurishim kerak men. Bo'lmasam ertaga ham video qo'yilmaydi. Indinga ham qolib ketaveradi. Kargo ortdi. Aeroportdan yuk olamizmi deyman. Aeroport territoriyasiga kiradi-ku bu yer. Boraveraylik, qani ko'raveramiz. Agar videoda ozgina kamchilik bo'laydigan bo'lsa, nimadir neto ketgan bo'lsa, ayibga buyurmaysizlar. Montaj qilmasdan, shunday kesmasdan, hech qayerga ulamasdan 3 tami 4 ta kadr bor, o'shani qo'shib bosaveraman. Qanday bo'lsa shunday qo'yaveraman. Xullas. Chapga qarab mana shu yerga kelasan deyapti bizlarni. Bu yerimiz o'ziga ekan. Извини, adashibmiz. Mana shu yerdan shuni burilamiz. Qanaqa joylar ha?
Yuk mashinasi to'xtaydigan joy ham bor. Mana shu o'ng tarafga keldim. Qarang, rampaga qo'yishdi. Ko'ryapsizlarmi? Qayt chiqib, bizlar ham shu yerdan yuk ortamiz. Bizlar ham orqa bilan kirar ekanmiz-da. Mashinani joylashtirib qo'yay. Qarang, qanaqa joylardan yuk ortamiz. Ko'ryapsizmi? Hozir men ham mana shu rampalarga qo'yaman. Galavani qarang. Kechayib borgan. Bu dizel emas, gaz balon ekan bu. Qarang, qonni qaychib olgan. Mana bu taraf ko'rinmaydi-da, orqa taraf. Burchak. Qonni qaychib oldi. To'g'rilayni, to'g'rila. Sразу to'g'rila do'stim. Ozgina galaba qiyshib qoladi, nechog'ini estirasiz. Xullas, shunaqa gaplar. Hozir yuk ortamizda Germaniyaga boramiz. Videoni hozir qo'yib o'raman men. Ketdik, endi hujjatlarni olib borishim kerak men.